Do'stlar, Pinduoduo programmasi haqida birinchi darsimizda bilib oldingiz. Endi mana shu ikkinchi darsimizda biz Pinduoduo programmasini qanday qilib o'rnatish va unda qanday qilib ro'yxatdan o'tishni sizga amaliy tarzda ko'rsatamiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan Pinduoduo'ni o'rnatish va undan ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Avvalambor Google Chrome'ga kiramiz va Pinduoduo APK download deb qidiramiz. Qidiruvdan keyin birinchi chiqqan Pinduoduo saytiga kiramiz. Yana bir eslatma, saytga kirish va undan foydalanish uchun VPN yoniq bo'lishi kerak. Saytga kirganimizda qaysi tilga tarjima qilish kerakligi bo'yicha sizdan so'raydi, lekin bizga hozir u shart emas. Mana buni bosamiz. Bizga mana shunday ko'rinishda chiqadi. Biz pastdagi app deb yozilganini bosamiz. Hozir sizga tarjima qilib ko'rsataman. Hoziroq yuklab olish ekan tarjimasi. Yuklab olish boshlandi. Yuklab olgandan so'ng telefonimizga o'rnatib olamiz. O'rnatib oldik. Pinduoduo'ga kirganimizda bizdan Pinduoduo shartlariga rozilik berishni so'raydi. Yashil rangdagisini bosamiz. Endi Pinduoduo'da ro'yxatdan o'tishni boshlaymiz. Bu yerda 4 ta usul bilan ro'yxatdan o'tish so'ralgan. Facebook, Google account, WeChat, telefon nomeri orqali. Biz sizga WeChat orqali ro'yxatdan o'tishni maslahat beramiz, chunki bu juda oson va tez ro'yxatdan o'tasiz. WeChat ustiga bosamiz. Agar sizda WeChat bo'lmasa, Google account orqali ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. WeChatga avtomatik tarzda o'tib ketadi. Qabul qilish va davom etish, ya'ni yashil rangdagisini bosamiz. Mana WeChat orqali ro'yxatdan ham o'tib oldik. Endi keyingi darslarimizni kuzatib boring.